Men bugun kech qaytib kelishdan burun uni ko'zini yo'qdi. Meshikchu ayrim bir uyda turibdi. Uni ustiga kunda uyni tozalab dezinfeksiyalab turibdi-ma. Meshikni beqib oladigan odam chiqsa uni berib o'tdimi? Agar qat'iy chidayolmasangiz, kechib chiqib ketsangiz bo'ladi. Baribir sizning turadigan yeringiz jiqqa, hamma sizning uyingiz. Ko'rishmagili 20 yil bo'g'cha mijozingiz o'salishib ketibdi-ku. Men endi qaytib kelishimga meni qo'g'lamoqchimi? Tönügün kechda menga nima demoqchisiz? Hech nima. Men mangdim, keyin paranglashaylik. Voy, tushdan keyin koni uyga bir keling. Jasur, uydan xabar keldi. Apangiz Dildarni tushdan keyin keling debdi. Apam uni qaytib kelsin debdimi? Shundaqda qiladi. Bugun tushdan keyingi yig'in amaldan qoldirilsin. Ha? Amaldan qolsin. Anlasam Xolidani ishdan bo'shatibsiz. Ha. U faqat keyningizdan ushaq gap qildi-ku shu. Siz qandaqli bo'lmasin, Sherzod oilasining ikkinchi xonimi. Bir tal xizmatchini boshqaramisiz, boshqalar sizni tövan ko'may qolamdi. Ish qilib, men nima qilay? Mayli to'g'ri bo'lsin yoki xato bo'lsin. Siz mendan qat'iy rozi bo'lib baxmadingiz. Bu nim deganingiz? O'zingizda bo'lsangiz mayli-te. Jasur qaytib keldi. Siz tamoqmi etanmaysiz, uy ishlarini yaxshi qilolmaysiz. Nima? U qaytib kelganda holingizdan xabar elishidan umid kutyapsiz? Men Xolidani qaytarib etdim. Jasurning bu qitim qaytib kelgan vaqtidan foydalanib, vaqt chiqarib, rasmiyatlarni bajarib olinglar. Agar opamning jini tumshqiga kelib qilib, sizni ep berman deb turolmagan bo'lsa, bu to'yga men hargiz yo'l qo'ymaydim. Hozir 3 yil bo'lay deb qoldi. Ajrishish har ikkilanglarga nisbatan qutulish hisoblanadi. Men sizlarga yaxshi bo'lsin da'vatman. Agar men uni yaxshi ko'rmasam, bu haqiqatan menga nisbatan bir qutulish. Men uni o'z bilan maslahatlashib baqay. Nima deyishyapsizlar?